Assalomu alaykum ikromli ko'rmanlar, mush vaqtlar xeyirli olsun. Har hafta institutimiz müdiri, shundaqla Hacettepe Üniversiteti Edebiyat Fakültesi Tarix Bilim Okutuvchisi doçent doktor Erkin Ekrem muallim bilan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartibi nomli programmamizga xush keldingiz. Xush keldinglar. Rahmet. Biz bugungi programmamizda bu Xitoyninki nüfuzli gazetlardan bo'lgan Guangming kunlik gazetida shu 6 may, ya'ni bugun Lei Keqiang tarafidan e'lon qilingan kuchli seviyada xitoychilashish iqimi ve Xitay medeniyetinin dünya ve tesir hakkında ki makalesini bir çözdüğünde Xitay'ınki bu bizi qaratkan siyasi şundakla dünya qaratkan bu yumuşak siyasete toxtulup ötmekçi. Bu makale bu ictimai toratkularda şekilleniyatkan yukarı seviyede Xitayçileşiş iqimini Xitay medeniyetiniki dünya ve tesirinin bir ifadesi bir görsetken. Ama bu teksti qo'llangan hukmronlikisi faqat bir Xitoy medeniyetindeki tarqalışını tasvirlab qolmasdan Xitoy markaz qilgan, Xitoyni markaz qilingan bir etik tartibninki umumlashtirilishi qartilgan texnik keng ideologiyalik arxa ko'rinishga ishorat qildi deb tushunsak bo'ldi. Bu avtorning qarashicha bu aqim bo'libmi g'arblik yoshlarninki Xitoyning turmush shakli, estetik tushunchasi, qimmat sistemasini qabul qilishga boshlash bilan o'ttirib chiqqan bir yangi bir madaniyat yuzlanishi hisoblanadi ekan. Bu maqola mushu yuzlanishni Xitoyninki bu kun sayin o'rilayotgan dunyo kuchi, Xitoy zamonlashish modeli va ijtimoiy tartibniki muvaffaqiyat bilan bog'lab tushundirdi. Xitoyninki Xitoyga xos turmush amaliyotlarininki ya'ni zamonaviy dunyoning kirisiga chora bo'ladiganligi ilgari surildi bu maqolada. Shuning bilan birga bu bayon ma'lum bir turmush shaklini, ya'ni Xitoyning turmush shaklini umumyuzlik jalb qilarliq qilib ko'rish bilan birga bu o'xshamagan madaniyat, masalan bizga o'xshash madaniyat va ijtimoiy tajribalarniki bundaq boyliqni maqsadli holda tuyan ko'radigan bir ideyaga ega deb tushunsak bo'ldi. Hammadan kulkulik yeri bu maqolada dal shu o'xshamagan madaniyatlarni madaniyatlar aro barobar suhbat deb tushuntirish tirishidi. Ya'ni yana bir tarafdan vosli qala mushni bu demokratiyaningki dal mush Xitoyniki madaniyat tarixini demokratlashtirish deb tushuntirish tirishidi. Biz bugun dal mushu Xitoyniki amaliyotda mushu Xitoycha madaniyat tajovuzchiligi yoki sindirmichiligi yoki madaniyat jahongirligi demdik. Mushuni cho'rida bir analiz ilib bormoqchi. Muallim bu burun bu batdı bu Xitoyning bu shuari. Ama bunda qiliqi Xitoyningki dunyoviy ta'sirga kuchga ega bo'ldi deb mush o'ziniki madaniyatini dal shunda vaqtda bir kun tartibga ilib kelishi sizcha bu sababi nima sizcha? Her kanda bir güçləniyotqan devlet, yalğızla şu siyasi, iqtisadi, teknologiya, hərbi gücü bilə özününki gücünü göstərməydi. Oxşayışla bu yumşaq güç deydiğən, soft power deydiğən gücünü dünyaya yeyib durub, dünyadaki insanların Xitayğa dostane göz qaraşı bilə ya da köngül bilə Xitayını yaxşı göztüş. Yani Xitay bu yumuşak gücünü işletişe tırışıvadıdı. Bulup mu hazırki internet deyimiz, dijital teknoloji deyimiz, hazırki bu suni akıl deyimiz, bu vasıtayla Xitay'ınki şu medeniyetini, kültürünü dünyaya çam dolmay, kızgarlık kılıp, xalqlarınki, yaşlarınki kabul kılalaydıgan uslup bile yiyivadıdı. Misalға yalğızla TikTok demez, hazır eləqi Xiaohongshu deydiğən, yani kiçik kızıl kitap deydiğən bir nimə var, program var. Bunlarını gördüğün qəriblikləmə kübeyip getdi hazır, bulupma yaşların arasında. Şununla Xitay'nınki hər xil mədəniyyəti, kültürü ve örf adetleri bu çetellikler için, bulupma yaşlar için realite göründü hem de burun kör bakmagan yanlıq göründü. Şununla bunu doğraydıganlar köpeydi. Xitay'nınki kadimi kiyimlerini kiyip üzüne ben Xitaylıq buldum, ben Xitay bulmak isteymen, ben Xitaydaki yaşayman deydiğen
muşunday şuarlarını chet elliklarning ig'izi bilan yorityotidi. Ya'ni Xitoy boyaman degan qattiq kuch, ya'ni siyosiy, texnologiya, harbiy kuchi bilan emas, hozirgi shu yumshoq kuch bilan buni amallashtiriyotidi. Ya'ni Cihangir devlet bo'lish uchun hem qattiq kuch, hem yumshoq kuchni birlikda elib berish degan bu hukmni o'z vaqtida shu Harvard universitetininki Kennedy institutininki müdürü bo'lgan Yosef Ney degan bir mutaxassisninki o'ttirib qo'ygandi. Shu ma'noda qo'yilgan. Ama o Amerikani tanqid qilgan. Yani Amerika yolg'izlik qattiq kuchini ishlatgan, yumshoq kuchini ishlatmagan. Shuningga dunyoda nomi ojizlayotidi, ta'sir kuchi ojizlayotidi. Yani dunyoga hukm qilish yoki dunyoda yetakchi davlat bo'lishni ojizlashtiryapti deb tanqid qilgan. Ama bundaq tushuncha Xitoy hozir yaxshi ishlatyotidi. Fakat Xitoyninki madaniyatida bir ideya yok, bir felsefe ideyası yok. Şununla mencemdi, şu xil qiziqish, yani chet eldagi yoshlarning Xitoy madaniyatiga bo'lgan qiziqish vaqtincha deb o'ylayman. Chunki bir fikir, bir akıl, bir ideya bo'lgan taqdirda o uzun müddet qalalaydı. Şununla bu vaqtincha bir ko'rinish deb o'ylayman. Malum, asli bu savolni sormoqchi edim. Asli siz demoqchi shunday qanaqa vaqtincha deb o'ylaysiz, chunki Xitoyniki qo'lida yetarli va kuch bor. Media kuchi bo'lsin yoki iqtisodiy kuch bo'lsin, yumshoq kuchga hozir yumshoq kuchni texnik kengaytirish uchun shu kuchlardan foydalanyotidi degan bo'ldingiz. Onun ustiga Xitoy shu dunyodagi obrazini bir qaytadan shakllantirish, barpo qilish va ishlab chiqarish uchun shunga o'xshash bir yumshoq kuchga, shunga o'xshash bir bayonlarga, shunga o'xshash so'zlamlarga, shunga o'xshash shuarlarga bak ehtiyoj var. Yani bu Xitoyninki yer shari obrazini tuzish yoki shakllantirish uchun bir strategik bir qismi deb tushunadigan bo'ldingiz. Demak, shu o'g'lim Xitoyning qo'limizda kuchi bor ekan, nimishqa buni vaqtliq deb o'ylaysiz? Bu shu ideyaniki tegi bo'shmi yoki hozirgi dunyoniki sharoiti yoki dunyoni vaziyati qabul qilolmamdi sizcha qandoq? Xitoy shu 2012'den keyin bir neçe devletine işip iqtisadi gücü, ikinci iqtisadi güçkü kelgen çağda şu vaqtdaki Xitoy reisleri, misalga Hu Jintao deymiz, Wen Jiabao deymiz. Biz dünyanın ikinci gücü olduk ama yanıla terakkiyette bo'layotgan bir devlet deb. Çünkü misalga bir misal berdi. Bu mantıqlıqda ko'rinsimi, amaliy emasda. Deydim şu bir meseleni Xitoyninki nüfusuga ko'paytgan taqdirda bir mesele 1,4 milyar aylandı. Biz aşında cık meseleler bilan shug'ullanyapmiz deb. Ama bu 2012'den keyin bo'lib 2013'te şu Xi Jinping başta parti harbiy reisi bo'ldi, keyin devlet reisi bo'ldi 2013'te. Onun ki asta bu düşünceden vazgeçip 2016'dan itibaren Amerika'ya, G'arbga meydan o'qishga başladı. Çünkü Xitoy yükseldi. Xitoy hazır dünyanın ikinci iqtisodiy kuch. Eğer de başka bir hesap qilish uslubi bilan qildigan bo'lsak, dünyanın birinci kuchi ve Amerika'nı ish bitiradiganiga ishonganimdi. Shuningga bu artık bu nima bundan keyin hamda Xitoy dunyoga hakim bo'lish uchun, Cihangir devlet bo'lish uchun asta o'zininki shu yumshoq kuchini paydo qilish deb. Bo'libmi keyingi yillarda bu bayaman degan shu internet deymiz, shu yapay nima sun'iy aql deymiz, shu uslublarni ishlatib dunyoga texmi oson yoyalaydigan bo'ldi. Xitoy bu tashviqotni Daveyşen deb isim qo'ygan, yani çoğun derecedeki teşvikat deb. Bununla Xitoy hikoyani chiroyli so'zlayli, yani Shuo Zhongguo Gushi deydigan. Sharq Turkiston için shuni qilyotdi, Janghao Xinjiang Gushi deb. Aslında aslında çoğun devlet, kudretli devlet, Cihangir devlet bo'lishninki yo'liga kirgan bo'ldi.
Şununla Amerikaga meydan okugan çağdıma meni tang tuş kö dep aşını köperek çakalaydı. Ötken yılda ma bu Trump ile Xi Jinping'ninki Kore'de köreşken vaxtıdı mı Xi Jinping bunu ipadı kıldı. Fakat Garp devlet Amerika tehi Xitayning bu taleplerini yoki mundaq bir ifodasini cho'nqur tushunmadi deb o'ylayman. Çünkü bu gapga bir Çin inkas yok, yani mundaq konkret bir inkas yok. Şununla Xitayninki derdi hamda "Meni cho'ng devlet, hammanglar manga hurmat qilinglar" deb. Xuddi o'z vaqtida mushu Vyetnamda ichilgan ipek yig'ini bordi. Asiya Pasifik devletler qatılgan bir yig'inda. Şu vaqtdagi Tashqi ishlar ministri Yang Jiechi degan birisi, u shu Janubiy Sharq Osiyo davlatlariga shuni degan: "Biz cho'ng davlat, sizlar kichik davlat, hurmatinglarni qilinglar, unutmanglar, sizlarninki o'rninglarni va statuni unutmanglar" deb. Muşuna gaplarni diyalaydigan bir haliga kelyapti Xitoy. Shuningga mushu Amerikaningki acizleşi, G'arb devletleriningki dünya merkezinden asta çekinip gitişi, iqtisod kuchlar Osiyo Tinch okeanuziga qiyib gitişi degandek mushu xalqaro vaziyatmi Xitoyninki o'zininki abaqa degan kuchini dunyoda yeyish uchun bir cesaret ağam bo'ldi. Bu vaziyat yaratgan bir bir netice bu. Yani mushu fursat hozir qilib olmasak, kelgusida dunyo qaylamqonlashib ketsa qanday bo'ladi bilmaymiz, ammo hozir eng yaxshi fursat deb qilayotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Malum buni hamdiligi mushu bu iqlim Xitoyning bu iqlimi haqiqatan bundaq bir tabiiy bir medeniyet gelibkarlığının bir ifadesi mi yoki Xitoyninki maqsadli qilayotgan bir kuch strategiyasinin bir qismi deb bir savol so'rash to'g'ri keladi, ammo bu savolni siz javob berib bo'ldingiz deb o'yladim men. Bu cemiyetshunoslikda bir Antoni Gramsci deb bir nazariyachi va u boshqa siyosatchilar deb ishlatadi. Uni unda bir hukm borligi, madaniyat hukmronligi deb. Ve şu hukumuda qaragan vaqtida siz deb o'tdingiz. Chet elliklar Xitoyninki bu madaniyat hukmronligini qandaqdir madaniyat jalbkorligi deb tushunyapti deb o'yladim men. Yani demakchi, chet ellik nisbatan bir Xitoycha kiyim kiyish yoki Xitoyning kimdir bir o'zgacha bir madaniyatni qabul doğrab qilib beqish balki vaqtlik bir madaniyat jalbkorlik qo'ymish deb o'ylayman men. Gelib qiziqib. Ama Xitoy nuqsidan bu qandaqdir gelib o'zinki nimasi emas, balki madaniyat hukmronligini yeyish, taqish deb tushunsak bo'ldi. Del bu Gramsci'ni o'qidim. Sizce bu madaniyat jalbkorligi bilan madaniyat hukmronlik o'rtasidagi bir fasl bor deb o'ylayman. Del bu Xitoyniki bizga qaratgan siyosati bilan bu dunyo qaratgan bu siyosat o'rtasida qaragan vaqtimizda mush ikki hukum o'rtasidagi fasl qayerda boshlaydi, qayerda oxirlashadi sizce? Tushuntirib oldimmi savolimni? Medeniyetinde, yani kültüründe burun medeniyet ve kültürünün ayrımı yok. Medeniyet mi kültür, kültür mü medeniyet? Xitay kültürünü kabul kılgan takdirde Xitay kabul kılgan kişi yoki cemiyetke hakim buludu, hükümranlık kılalaydı dep bir düşünce var. Bu düşünce Konuz'un ideyasından keldi. Xitaylar tarihte bunu Wen degan bir isimde işiltidi. O Wen'dan Wen Ming çıkıdı, Wen'dan Wenhua çıkıdı, kültür ve medeniyet. Ama Wenhua degan vaqtida, yani sen bizninki Wenga aylansa deydi. Yani bizninki kültürümüzge aylansa deydi. Hua degani aşı, aylanish, o'zgarish. Shuningga bu tarixda nurg'un mushu Xitoyninki atrofidagi boshqa millatlarni mag'lub qilib yoki aldab o'ziga bog'lagan vaqtida buni Hua bo'ladi, yani. Hua bo'lganidan keyin Xitoylashadi. Shuningga Xitoy kültürünü, medeniyetini qabul qilganlar Xitoy bo'ladi.
Xitoy agarda Xitoy medeniyetinden chiqib ketsa, kültüründen chiqib ketsa, o barbar bo'ladi. O yovvoyi odam bo'ladi. Shunda bir felsefeleri var. Bu felsefe bugünküce Xitoyninki siyasi medeniyetinde, siyasi kültüründe devam kılıvatıdı. Onundan kim bu Xitoyninki yani başka bir ilip bağlan bir siyaseti var. Bu bolsa hazırkı isim bile şu obraz projektideydi. Xinjiang Gongcheng'deydi. Yani Xitoyninki chet elliklar kelib ko'radigan yerlarni qattiq yasib etib, Xitoy nima chet elliklarning ko'nglini o'ziga tortib olish. Buni birinchi qitim ijro qilgan bu ya'ni bu fikrni birinchi qitim o'tirib qo'yib va buni ijro qilgan bu Zhang Chen bilan Han sulolasininki podshosi Wudi. Şu vaqtida O'rta Osiyoliklarni ashundaq aldayallagan, shunga Hunlardan ayrılinglar, bizga kelinglar deb, Hunlarninki o'ng qo'lini kesish strategiyasini amalashtirgan. Bundan keyingi Xitoyda qurilgan sulolalar aşı ishlarni qilgan. Hatto Suy sulolasindami shu O'rta Osiyo Sharq Turkiston xalqini o'ziga tortish uchun shu Xinjiang Gongcheng degan shu she'rni yasash bu projekti var. Misalga aşxonlarni texim yaxshi yasab, mehmonxonalarni texim yaxshi ko'rinish, yetib qopishda oson bo'lgan. Shuning bilan bir savdoq bir tijoratchi o ko'chada shu daraxtni ipek bilan bunday o'rayotganini ko'ribdi-da. Yani bu Xitoy demakchiki, bizda ipek shunda ko'p, shu daraxtni ham shuning bilan o'raymiz deb. Savdoq deydiki, shu ko'chaning oq tarafda och qilib o'lgan odamlar bor. Sen bu yerda bu ko'z bo'yab bu ishni nima deb qilsa desa, o ishlayotgan ishchi biraz izoh atgandek bo'ladi ekan. Bu Xitoyning manbalarida aniq yozilgan. Hozirmi shundoq yani. İgiz binalar, kam yollar, isil maşinlar degandek. Yani chet ellikning ko'nglini o'ziga tortib olgandan keyin texmi oson chet elliklarga hukm qila oladi-da. Shu bir yumshoq kuchini ishlatishga tirishyapti. Ama Xitoyning madaniyatida hamma nima chiroyli, Gülistan emas hamda hammamiz bilamiz uni. Şununla bir siyaset uslubu deb tushunsak bo'ldi. Xo'sh. Malum del müşahede şunda yaxshi bağlab tushundirdingiz ki müşahede bir savol chiqadi endi. Xitoyninki shu obrazi yani yüzü ne boshqalar ko'rsatmoqchi bo'lgan obrazi bilan Xitoyninki haqiqiy reallik o'rtasida nihoyatda bir cho'ng bo'shliq uchurum bor. Ziddiyat bor hamda. Siz deb o'tgan shu daraxtga bog'lash, uniki Xitoyninki keyin nurg'un och insonlar yoki dal shu nuqtani vaziyat tatbiqlasak, Xitoyning nurg'un namorat Xitoylar, u yerdagi tengsizlik, uniki ishsizlik, nurg'un ijtimoiy masalalar, ish qilishamagan nurg'un yoshlar, undan keyin bu odam o'tkazchilikka ish qilib, hamma tarafda sizlar yaxshi bilasiz nurg'un masalalar bor hamda. Dal shu nuqtada Xitoyninki obrazini tuzitishni qilayotgan bu ishlar degandek. Sizce Ahmet Xitoy obrazini tuzitish uchun nurg'un pulni sarf qilyotidi. Xitoy bir tarafdan bütün meselelerni yushirishga tirishayotidi-yu, ammo yanala bu obrazni tuzish uchun nurg'un pul sarf qilyotidi. Sizce bunchalar kuch sarf qilib mushu ichidagi masalalarni va bizni qaratgan bu zulm siyosatini qanchalik bir yushirala sizce? Yoki muvaffaq bo'la olamdi shuni qilishga? Endi shu Xitoyni yaxshi tonigan vaqtida balki boyaqi farqini bilalaydi. Bu 1923'te Xitoyninki maqtayotgan Lushin degan bir yozuvchi bor. Lushinninki shu yozgan hikoyalarini hammasini bilamiz. Shu butun Xitoyninki nachar tarafini ko'proq yozadigan bir odam. Hamda uningki dadi hamda shu Xitoyni o'qitish, Xitoyni tarbiyalash maqsadi u. 1923'te buna Beijing Üniversitesi'ne davet kıldı malumlukla.
Xitoy hikoya tarihi deydigan bir ders berish uchun. Ama bunda bir derslik bir tayyor kitap yok. Özü yezishga tayyorlaydi. Bu dissertatsiyani yezishga tirishayotgan jarayonda Xitoyninki manbalarini aqtirdi, kona manbalarini. Aqtirgan siri birmi saq Xitoy, birmi saq siyosat, birmi yaxshi bir voqeani ko'ramaydi. Hamma betde, tarixning har bir betde shu ichinishlik, vahshiylik, acımasız bir xil ahvolni ko'rdi. Şunun bilan bu qarab bu qandaq oldu, bu Xitoy aslında eski bir millet bo'lsa, bugungacha qandaqmi yashab kelgandi deb, yani tekrar bu o'qigan kitaplarını, tarix kitaplarını tekrar o'qigan chaqda shu dömbüsü de muşu načar Xitoylarni ko'tarib bugungacha ekegan o'zini paydo qilgan odamlar bormish. Yani Xitoy qilayotgan shu az sondagi dömbüsünden shu Xitoyni to'shib kelgan odamlar. Jiliang, Jungo Jiliang deb hozir ashuna ism qo'yib oldi, ya'ni Xitoyninki dömbüsü deb. Yani eğer de konkret deydigan bo'lsak, misoliga deyli, shu Xitoyninki eng atoqli shoirlardan, milatdan evvelki shoirlardan Qu Yuan degan birisi bor. U yaxshi ko'ngil bilan shu siyosatni o'zgarishni talab qilgan chaqda podshoh unmagandan keyin, o'zini qilolmagandan keyin oxiri o'zini dengizga otadi. O'lib oladi. Hazır Xitoy onunki bayramını o'tkazdi bilasizlar. Yani dengizga daryoga atqashqa biliqlar uni yeb ketmasin deb Xitoylar shu guruch tomoqlar bor, o'shani tashlab dengizga shunaqa qilayotgan bir bayrami bor. Misoliga 1927da Xitoyninki shu Manchurning oxiri Mingoninki beshidagi atoqliq tadqiqotchi, mutaxassis, Xitoy bilimi, yani sinolog naytı ataqlıqdır. Yani eserleri bekli, isil, bekli seviyelik. O 27'de, 1927'de gipini antamay, Xitay'nınki Beijing'deki Gomindan hükümetiga karşı özünün derdini antamay, ya ki şu etraftaki şu yamanlıklara, eskiliklerine karşı derdini antamay, bu Beijing'deki Yihe Yuan'ga özüne taşlaydı. Yani Xitay'nın en ataqlıq adamları şuna qılıp ölüdü demdi. Bu Xitaylar yaxşı köngül Xitaylar, hem de bunu düşünümüz. Misalıga Son sülalesinde Su Shi degan bir edebiyatçı var, yazıcı var. O naytı Xitay edebiyat tarihinde naytı tunulgan, bilingen, kabiliyetlik bir adam. Ama imtihanlardan ödep, sarayda vazife ilip, işleyotgan jarayonda onunki yaxşı köngülleri bu etrafdaki hizmetdaşlarınki yamanlığı, padişahınki eskiliğinden bunu hayatı boyunca bizden o nayege yolu vididu, bizden mal sarağı yolu vididu, bizden üyebiyege. Ömürü aşına öttü bunu. Arlıkta çakırıp ekegen bolsuma sarayga ama yine aşında evetken. Muşundaq pak köngül ve kabiliyetlik adamның ahırda şu bir bulunmuşqaqda ölgenini bilimiz. Xitayninki en ataqlıq bir generalı var. Hazır Xitaylı marşal devaptı, Yuefi degan birisi. Yuefi bu Sun sülalesini qoğdaş üçün naiti kurban bergen birisi. Ahırda siyaset özgürlüğü ve şundaqla saraydaki yaman niyetli adamlar onun hakkında tökmetlerini kılgandan keyin ve siyasi menfaatten tüpeyli bunun ölümüge karar verdi. Yani öldürüldü. Misalıga Sima Qian en ataqlıq tarihçisi. O sarayda hakikatini qoğdayman deb sözlep koyup, ahırı bununki erkekliğini kesiydi. Balı tuğamaydıgan halıqa ekip koydu. Tarixte Sunzi'den başka Sun Bin deydigan bir ataqlıq hərbi komutanı var. Onun eseri var.
Xitay qachonla bo'lsa ig'izga olsa mushu Songbin deb qo'pidi emdi. Mushu Songbin mar ashundaq yomon niyatlik odamlarninki töhmeti bilan ahiri podshoh uningki mau tizdagi so'ngak bor u, tiz so'ngak bor. Ashuni kesib o'tgan gap. Uni kesib o'tganga ma'maydi demdi. Bola tug'amisa bu ma'maydi. Mushunga o'xshash nurg'un ashundaq nimalar bor, madaniyatlar bor. Shuningga Mao Zedongning o'zimi deydi. Xitoy tarixininki ko'pi deydi. Ya'ni naydi ko'pi. Raqam nima persent bermegashga bilmaymiz. Naydi ko'pi hamsi yolg'on deydi. Rostni yozmagan, yolg'onni yozgan yezishning sababi mushu buningdan keyingi odamlar eskiliklarni, burungi odamlarning eskiligini ko'rmasin, sab yaxshilik tarafini ko'rsin deb yolg'on tarix yozdi deydi. Xitoy madaniyati, kültürü deydi. Ham ko'pinchisi axlat deydi, zavpo deydi. Bizga qolgan narsa shu axlatni tashib o'tib, javharni terib chiqish deydi. Ma'mu biladi-da, Mao Zedong biladi buni. Shuningga Xitoyni yaxshi tonigan taqdirda bayağı men degan misollarning ko'r ming, ya'ni million milliard bordi. Her devirde shunday hikoyalar bor. Buni tonigan vaqtida balki Xitoyga bekma ishinib ketmay va Xitoyning hozirgi qilayotgan bu yumshoq kuch siyosati bir aldamchilikdan iborat deb tonishga boshlaydi deb o'ylayman. Ma'lum shundoq bir obdan bog'lab xulosalab qildimiz. Endi Xitoyni tunish deb davomli buni ta'kidlab qilyapmiz. Biz uzun yillar mobaynida Xitoy bilan birga yashash majbur bo'lib qoldik. Xitoylarning butun ashkirliklarini, siyosatlarini hammasini ko'rib, turishimizga rag'men, aksicha Uyg'urlarning mana Xitoyning tegidan bu eskilik, ya'ni madaniyatidagi yoki siyosatdagi bu eskilikni men to'liq bir tushunib yetgandek o'ylamayman. Balki ko'rmanlar bu gapimni anglasa yoki ikkimiz gapni anglasa ko'ngli kelib mumkin biz Xitoyni yaxshi tushunamiz deb. Yaxshi tushungan odam tadbirlarni ola oladi, shuni qarata tirishadi, shuni qarata sagak bo'ldi, shuni qarata hushyor bo'ldi, shuni qarata aqlli bo'lishtirishadi, shuni qarata bilimli bo'lishtirishadi, shuni qarata strategiya belgilaydi. Ammo ba'zan biz o'ylagandek bo'lmaydi bu ishlar. Ammo tirishyapmiz deb tushunsak bo'ldi. Endi yana bir bu savol bor. Xitoy bu shu maqolada Çin modeli deb bir uqum bor bu maqolada. Bu Çin modeli degan uqum sizce bir zamonaviylashishninki bir ifodasimi yoki Xitoycha, ya'ni Xitoycha hokim mutlaqlik bir turmush shaklini yoki shaklini bir ifodasimi deb qayta tushunamiz ma'lum buni. Xitoylar bu mutlaq hokimiyet deb buni ig'izga olmaydi. Buni yasaydi hamda. Misaliga Mao Zedong qanday yasadi deganda bizda demokrasiya bor. Ama bizde merkezleşiş mi var? Şununla alakalı Minju Jizhongzhi bizninki. Yani demokratiye merkez, yani diktatörlükteydi. Bunda büyük gaplarni, ufkumlarni yaratgan vaqtida bu ufkumni konkret yoki arqi ko'rinishini bilamagan taqdirda bunimi tushunamaysa, tushunmagandan keyin aldindigan gap. İnsanlar tushungan siri aldinmaydi. Şununla sana şu düşünemeydiğin gaplarni deb berdi sana. Misalga Xitoy deydi, bizda mi inson haqlari bor deydi. Shuningla hayron qolsa, burungi Avstraliya bosh ministrimi mushu tuzoqqa tushganda, "Voy Xitoymi demokrasiya bor deydi u" deb hayron qolgan. Demokrasiya, inson haqlarining ufqumi boshqacha bo'lganligini bilamiz. Shuningla Xitoy bu xil chiroyli so'zlar bilan o'rab, ambalaj qilib, xalqlarga bu şekilde tonutib, ama içki chetda bir-birisi bilan urush jidallarni yaratgan ahvolni ko'ryapmiz. Jiroqma emas, hozirgi Shi Jinpingni ko'ryapmiz. Kelgandan beri nurg'un generallarni turmaga tashildi. Ba'zilari o'zini o'ldirib oldi. Nurg'un siyosatchilarni bir bana bilan turmaga tashildi. O'ziga faqat raqib kaldırmadı. Yağan rastladım bozma rakibime yok hem de.
Şu saylamda mı %99 avaz aldı degandek. Misalga bu eskilikle yani saray içideki yani merkez bu Başkurs tüzümünün içideki vaziyetlerini şu Tang sülalesi vaxtida bir ayal padişah vardı. Uzatyen deydigan. Bu uzatyen bazı bu resmi bo'lmagan yo'li bilan hokimiyat beshig'i kelgachga jamiyatda nurg'un g'ayvat gaplar bor. Bu g'ayvat gaplarni to'sash uchun shpionlarni paydo qilgan. U mu yetmedi, Lay Juncheng degan bir vezir vardı. O vezirga shu saroy ichida shu hozir Xitoylar ikki yuzlik deydi-ku, Sharq Turkistonda mana shuni deb nurg'un Uyg'ur ziyolilarni turmaga, lagerga tashildi. Bu ikki yuzlik odamlarni tep chiqsa, bu haqında bir doklad yaz deganda bir kitap yazıp çıktı. Lojijing deydi. Yani günahını peyda kılış kitabı. Yani seni cinayet halıga ekiliş için bazı usluplarını ügüdüdü bu kitap. Ha, bu kitap o vaxtlarda halklarcık okumagam deydi ama hazır asan okul oldu. Misalıga deyli, şu nime Gomindan'ın vaxtıda Cunhua Mingo vaxtıda bir kitap yazılgan. Yani Kara Kızıl kitabı deydigan. Bu kitapta Xitay'nınki bütün eskiliklerini, insanlığa kanda eskilik kılıp özünün paydasıga aylandırdıganlığını. Yani sanalaydıgan bütün eskilikler hemsi şu kitaplarda var. Ve bu kitap sana aşını ügütüdü. Yani sen manda kılgan çağda onundan kin yaşalaysa, bolmasa yaşamaysa dep. Şununla bu Xitay'nınki bu medeniyetlerini yaxşı tanımagan takdirde ve hazırki hakimiyet mi, burunki hakimiyetninki başka bir kılıpta boğan, yani sosyalizmninki kılıbını kivilip ama yine şu tarihteki aşı sülale tarihteki padişahlık tüzümüne yine devam kılıvadıdı. Şununla bula hakimiyetninki mutlak küçüğünü merkezge jığıvagan ve hazır Xi Jinping özü şahsıge jığıvagan. Hazırkı Xitay şu Komünist Parti için hizmet kıldı. Komünist Parti Xi Jinping'nin hizmetini kıldı. Yani Xi Jinping'e bu sadakatini kösetmegen, Xi Jinping'e bekinmegen, Xi Jinping'ni maqtamagan adamlarning ki ko'ngli ters. Şununla hemmesi maqtaydı. Misalga, şu yakında Şark Türkistan Partikomu'nun reisi bo'lgan bu Ma Xingrui Xi Jinping'ni bek maqtatdı. Xinjiang Ribao degan gazetda qachonla qarasa Xi Jinping'ni maqtagan maqola gap so'zlar bor. Nega borsa, yezg'i borsa, shirkatga borsa, töven idoralarga borsa, cho'qim Xi Jinping ismini ataydi. Ama shundoq turuqliq buningga ishlamadi. Yani işlemigandan keyin seni yo'q qiladi. Ba'zilarning misaliga o'zligida yo'qolib ketadi. Misaliga Tashqi ishlar ministri Chingang hozirgacha bilmaymiz. O'likmi, tirikmi, boshqa bir yerda ishlayotganmi yoki pensiyaga chiqdimi, uni ham bilmaymiz. Nurg'un mashunaqa nimalar amaldorlar bor. Shuningga bu dahshat bir vahshiy bir hokimiyat bu. Ama bu vahşiyetni höşürün kılış için bazı kılıplarını yaratışqa doğru keldi. Özünü tergimi çıraylık köz tutuşqa doğru keldi. Şununla Xitay saylam bile kemigen Mao'nunki deginidek hakimiyet mıltıktan çıqqandaydı. Mıltık bile hakimiyetni qo'lga tushiribla, men xalq uchun xizmat qilman debla, hozir xalqninki irodasi yoki xalqninki tushanchisini olmay turib hokimiyatni boshqarayotgan bir Xi Jinping hokimiyati bor. Böyle vaktimiz az kaptı, 4 minutlik vaktimiz kaptı. Yani aslında Xitaycılaştırış ne Xitayla muşu makal diyene. İlki ideal turmuş şekli de alaydı ta'kidlabdi. Emniyette bu deyiş arkalık
Bizden Uygurlar qaratkan, bizi qaratkan bu asimilasyon, Xitayçılaştırış siyasetini emniyette Xitayning bir şekilde yani xalqaro normallashtirish uchun kuchayotgandek men his qildim. Zaten burun tatib qilyapti, keyingi mezgillarda texmi kuchli shaklda qilyapti. Amaliyotda siz yig'inchoqlasangiz xitoychalashtirish degan gap amaliyotda shu bir millatniki yoki bizga o'xshash xitoychalashtirish, xitoylashishi yoki yo'q qilinishi yoki xitoyniki ma'lum bir passiv bir nimaga obyektiv qoyilib qilish degandek tushunsak bo'ldi deb men işte o'yladim. To'g'ri, bu yolg'izlar boshqa millatlarni xitoylashtirish bularninki ideal nima maqsad emas. O'xshashlar islomiyatnimi Xitoy islomiyati, xristiannimi Xitoy islomiyati. Ya'ni seninki falsafa, matematik, din, örf-odat, yasham hamma nimani xitoylashtirish. Bu modern Xitoy bo'ladi-da. Bu abaqiman degan qilib hamdi, kiyib olgan bir kiyim hamdi. İşte emniyetim o onun üstüge bu cemiyet sohsusunda mesela chet ellik bo'lib g'arblik yoshlar shu xitoycha hozirgi turmush shaklini qabul qilishtirishida nihoyat kuchli bir shaklda inkoslar qilyotidi borgan sari qiziqlik ko'taryapti deyotidi ammo buni bundoq o'lchash uchun nurg'un siz yaxshi bilasiz usullar kerak anket qilib boqdimi rasmlash qilib boqdimi yoki buni qanchalik ijobiy inkoslar bo'lib boqdi yoki sen bütün muşu qilganlar bilan bir biri ko'rishib ularning fikrini ilish orqali bu xulosa keldimi degan narsalar yana kam ya'ni asli bu maqola bu xulosa kelish uchun nurg'un metodologik nurg'un masalalarga masalasi bor deb qarasak bo'luvchi faqat bu o'ziniki orzusidagi narsani ishninki xulosasi reallik deb taqdim qilayotgandek bir masala bor chunki gazetning o'zi bir siyosiy organ bo'lganligi uchun tashviqotdan boshqa narsani tushunsak bo'ldi buni ma'lum siz ko'p rahmat. Men rahmat aytaman. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Xitoyniki keyingi mezgillarda ko'kka ko'tarayotgan yuqori saviyada xitoychilashtirish degan iqlimini ham bizning vaziyatga bog'lab, ham Xitoyning tarixiga bog'lab, ham Xitoyniki xalqarodagi obraz qurilishiga bog'lab tushuntirishdik. Ma'lum. Yana bir qatim rahmat. Men rahmat aytaman.